2026-yil bodybuilding olamida yana bir tarixiy sahifa yozildi. AQShning Kolumbus shahrida o'tgan Arnold Classic yana bir bor dunyoning eng kuchli sportchilarini bir sahnaga jamladi. Bu yilgi musobaqa nafaqat kuch va estetika, balki kutilmagan natijalari bilan ham yodda qoldi va eng muhimi bu sahnada O'zbekiston nomi ham yangradi. Arnold Classic Mr. Olimpiadadan keyingi eng nufuzli bodybuilding turniri bo'lib, unga afsonaviy Arnold Schwarzenegger asos solgan va bugungi kunda bodybuildingdagi eng nufuzli turnirlardan biri hisoblanadi. Har yili bu yerda faqat eng kuchli va eng tayyor sportchilar ishtirok etadi. Arnold Classic g'olibi bo'lish bodybuilding olamida juda katta sharaf hisoblanadi. G'olibga shaxsan Arnold Schwarzenegger tomonidan kubok va chek topshiriladi. Final boshlangan. Men's Open sahnaga chiqdi va shu zahoti butun muhit o'zgardi. Taxminlar turlicha edi. Ba'zilar Nick Walker g'alaba qozonish uchun yetarli darajada o'sishga erishgan deb hisoblashdi. Uning oyoqlari ulkan, mushaklari quruq va orqa tarafdan ko'rsatilgan pozalari deyarli nuqsonsiz edi. Aksincha, boshqalar Andrew Jackning gavda hajmi va estetikasiga e'tibor qaratishdi. Uning qorin va son mushaklari, shuningdek, oldingi qo'shaloq biceps pozasi hakamlarda juda kuchli taassurot qoldirdi. Hadi Chopon ham chempionlik uchun kurash olib bordi va musobaqaning ikkinchi kuniga kelib, ancha qotgan va quruq holatda namoyon bo'ldi. Sahnadagi kurash shunchalik shiddatli bo'ldiki, hakamlar uchun tanlov qilish oson kechmadi. Top 10talikda Brandon Curry va Martin Fitzwater kabi gigantlar o'z o'rnini egalladi. Ammo asosiy intriga kuchli uchlikda edi. Eronlik Force Borsa Hadi Chopon musobaqaning ikkinchi kunida o'zining quruq va qat'iy formasini ko'rsatgan bo'lsa-da, bu safar u bronza medali bilan kifoyalandi. Nick Walker haqiqiy qaytishni amalga oshirdi. Uning ulkan oyoqlari va deyarli nuqsonsiz orqa mushaklari uni g'alabaga juda yaqin keltirdi. Garchi oltin medalni qo'ldan boy bergan bo'lsa-da, u musobaqaning eng mushakdor sportchisi sifatida Franco Columbu Most Muscular mukofotini va $10,000 cho'ntagiga joyladi. Va mana u yangi qirol Andrew Jack. Hajm va estetikaning mukammal uyg'unligi unga nafaqat birinchi o'rinni va $750,000 bosh mukofotni, balki eng yaxshi pozachi unvonini ham keltirdi. Hakamlar uning qorin va son mushaklaridagi aniqlik hamda barchani mahliyo qilgan estetikasi oldida taslim bo'lishdi. Bu kategoriyada natijalar shunaqa bo'ldi. Ko'pchilikning fikriga ko'ra, Andrew Jack katta ustunlik bilan g'alaba qozondi. Sizningcha hakamlarning qarori adolatli bo'ldimi? Fikrlarni kommentariyada yozib qoldiringlar. Men Classic fizik finali arafasida kutilmagan vaziyat yuzaga keldi. Amaldagi chempion agar familiyasini noto'g'ri o'qiyotgan bo'lsam, Mark Zommerfeld belgilangan bazm me'yoridan o'tolmaganligi uchun chempionatdan chetlashtirildi. Turnir usiz davom etdi va bir necha da'vogarlar sahnaning markazi uchun kurashga kirishdi. 2024-yilga Arnold Classic chempioni Wesley Vissers oyoq mushaklarining kengligi, detallari va to'laligi bo'yicha keskin o'sishni namoyish etdi. Bu uning qomatiga ushbu divizion standartlariga mos keladigan mukammal mutanosiblikni taqdim etdi. Matthews Menegate ham ajoyib ko'rinishda namoyon bo'ldi. Uning konditsion va taper, ya'ni keng yelka va ingichka bel holati joyida edi. Bu esa uning yon tomondan ko'rsatadigan pozalarini yanada yoshroq ko'rsatdi. 2025-yilga Olimpiadada 7-o'rinni egallagan Menegate bu safar Arnold Classic'da qisqa vaqt ichida klassik fizik yo'nalishida eng xavfli raqiblardan biri sifatida ko'rsata oldi. Finalda asosiy jang Wesley Vissers va Matthews Menegate o'rtasida bo'ldi. Sportchilar esda qolarli shaxsiy erkin dasturlarni namoyish etdi. O'tgan mavsumdagi 2025-yilgi Detroit Pro'dagi omadsizlikdan so'ng Vissers o'z oldiga aniq maqsad qo'ygan edi. Uning bodybuildingning oltin davriga xos tashqi ko'rinishi
boshdanoq ustunlikni ta'minladi, biroq Menegeyt ham o'zini gavda yuqori qismidagi zichlik va old tarafdan ko'ringan quruq formasi bilan munosib qarshilik ko'rsatdi. Yakuniy pass-downdan so'ng Wesley Visser Arnold Classic'dagi o'zini ikkinchi chempionligini tantana qildi. Mattius Menegeyt bo'lsa ikkinchi o'rinni egalladi. Andre Mamo bo'lsa 3-o'rin bilan kafolatlandi. Kolumbusda minus fizik ishtirokchilari haqiqiy shou ko'rsatishdi. Musobaqa boshidanoq Brendon Hendriksonda Olimpiadadan keyingi condition bo'yicha o'sish yaqqol ko'zga tashlandi. Ayniqsa uning ko'krak va orqa mushaklari markazida ijobiy o'zgarishlar sezilarli edi. Sahnaning markaziy qismida Hendriksonga qarshi Viktor Chaves jiddiy kurash olib bordi. U o'zining ingichka beli va mutanosib proporsional mushaklari bilan ushbu vazn toifasida haqiqiy xavfga aylandi. Chaves 2025-yilgi Olimpiadadagi 10-o'rindan so'ng hayratlanarli darajada rivojlanganini namoyish etdi. Hakamlar har ikki sportchining chidamliligini tekshirish uchun ularni qayta taqqoslash bosqichlarini o'tkazishdi. Yakunda Brendon Hendrikson o'zining ikkinchi chempionligini qo'lga kiritdi. Viktor Chaves ikkinchi, Emmanuel Hunter 3-o'rin bilan kafolatlandi. Sahnaga bikini yo'nalishining eng iste'dodli vakillari chiqishdi va qisqa vaqt ichida musobaqa o'ta keskin kurashga aylandi. Loren Shapados Olimpiadadagi ishtirokiga qaraganda ancha o'tkir va sifatli holatda namoyish bo'ldi. Uning glyut zichligi va tana mutanosibligi umumiy chiqishini yanada kuchaytirdi. Amy Delgado ham o'z pozitsiyasini mustahkam ushladi va old poza bo'yicha eng kuchli raqib bo'lib ko'rindi. Uning qum soat shaklidagi qomati bikini divizioni mezonlariga to'liq mos keldi va unga g'alaba yo'lida katta ustunlik berdi. Ashley Little ham yuqori o'rinlar uchun shiddatli kurash olib bordi. U dastlabki baholashda boshlagan ishini davom ettirib, sahnada o'zini juda erkin his qildi va pozalarni silliq almashish mahoratini ko'rsatdi. Hakamlarning o'ta qizg'in taqqoslashlaridan so'ng Amy Delgado Arnold Classic Bikini International tojini boshi uzra baland ko'tardi. Loren Shapados 2-o'rinni egalladi. Ashley Little bo'lsa kuchli uchlikka yakunlab berdi. Michelle Fredwa Mensah o'zini serg'ayrat va jo'shqin erkin dasturi bilan musobaqa boshidanoq sahnada hukmronlik qildi. U ushbu kuchli raqobatga boy divizionda eng chaqqon va eng kuchli sportchilardan biri ekanligini yana bir bor isbotladi. Shunga qaramay, final bosqichida u o'z ustunligini boy berib qo'ymasmikin degan savollar ham yo'q emas edi. Shu bilan birga Amber Steffen o'zini portlovchi harakatlarga boy, silliq va ishonchli ijro etilgan rolini namoyish qildi. U har bir musobaqadan keyin o'sishga erishayotgan fitness yo'nalishining eng xavfli raqiblaridan biriga aylandi. Yakunda Michelle Fredwa Mensah Arnold Classic Fitness International oltin medalni qo'lga kiritdi. Amber Steffen ikkinchi o'rinni egallagan bo'lsa-da, second place. bo'lsa-da, Alison Kramer kuchli yakunlab berdi. Ryan Fogel Arnold Classic musobaqasida o'zini kuchli va yuksak darajadagi jismoniy holatini namoyish etdi. Uning tana simmetriyasi, sahnada o'zini tutishi va simmetrik rivojlangan mushaklari unga final bosqichida yaqqol ajralib turishga yordam berdi. Ushbu yo'nalishda uzoq vaqt mehnat qilgan sportchi sifatida u har mavsumda barqaror ravishda o'sishga erishayotganini isbotlamoqda. Unga qarshi Eliza Alcantara munosib kurash olib bordi va hayajon eng yuqori nuqtasiga chiqqanda ham o'zini yo'qotib qo'ymasligini ko'rsatdi. Vaqt o'tishi bilan aniq hisob qilingan mashg'ulotlar natijasida u o'zini glut va ton orasi mushaklari tutashgan joydagi detallarini yanada aniqroq ko'rsatishga muvaffaq bo'ldi. Yakunda Ryan Fogel yirik g'alabani qo'lga kiritdi. Esse momento não tem jeito. Arnold Schwarzenegger.
Elisa Alcantara ikkinchi o'rin bilan kafolatlandi. Alexis Druri esa uchinchi o'rinni egalladi. Musobaqa davomida Gaylon Grisli o'zini ajoyib formasi bilan hammani hayratda qoldirib, faxrli uchinchi o'rinni bronza medalni qo'lga kiritdi. Kumush medal esa braziliyalik Joseu Fabianoga nasib etdi. Uning bel qismining ingichkaligi va yelka mushaklarining kengligi uni oltin medal uchun asosiy da'vogarga aylantirgan edi. Ammo kechaning haqiqiy qahramoni James Berger o'tgan yilgi Olimpiya g'olibi sifatida u sahnaga mutlaq favorit bo'lib chiqdi va ishonchni to'liq oqladi. Bergerning qo'l mushaklaridagi relyef, ko'krak qafasining hajmdorligi va sahnadagi ishonchli harakatlari unga o'z faoliyatidagi birinchi Arnold Classic chempionligini keltirdi. U endi ham Olimpiya ham Arnold Classic taxtining sohibi hisoblanadi. 2026-yilgi Arnold Classic O'zbekiston bodybuildingi uchun tarixiy voqealardan biriga aylandi. Bu safar o'zbekistonlik sportchilar musobaqaga nafaqat ishtirokchi sifatida emas, balki haqiqiy raqobatchi sifatida chiqishdi. Arnold amateur yo'nalishida bir qancha o'zbekistonlik sportchilar yuqori natijalarga erishdi va bu O'zbekiston bodybuildingi o'sib borayotganini yana bir marta isbotladi. Eng katta muvaffaqiyat Ibrohim Latifov nomi bilan bog'liq bo'ldi. U 90 kg vazn toifasida g'olib chiqib, so'ngra umumiy overall kategoriyada ham mutlaq ustunlik ko'rsatdi. Bu orqali u ICBC Pro kartani qo'lga kiritib, professional sahnaga yo'l ochdi. NBC Worldwide Arnold Amateur Championship. Men's Bodybuilding Open Overall Champion and new IFBB Pro number 25, Ebro King Latifov. Shuningdek, Rozabek Hakimov kumush medalni qo'lga kiritib, o'zini yuqori darajadagi formasi bilan ajralib turdi. Abduvahob Boltaboyev esa bronza medalni qo'lga kiritib, xalqaro sahnada muhim tajriba orttirdi. Bu safar musobaqada Baxshulla Sayfullayev ham ishtirok etdi. U nafaqat O'zbekistonda, balki xalqaro darajada ham tanilgan sportchilardan biri hisoblanadi. U Osiyo chempioni, jahon chempioni va hatto Guinness rekordlar kitobi sohibi sifatida tanilgan. Bundan tashqari u 2025-yilgi Arnold Classic musobaqasida ham muvaffaqiyatli qatnashgan va 2025-yilgi Misr Olimpiadada top 3 natija qayd etgan sportchilardan biri hisoblanadi. Shu sababli uning Arnold Classic 2026dagi ishtiroki ham alohida e'tibor markazida bo'ldi. Uning sahnadagi tajribasi, fizikasi va yillik barqaror formasi O'zbekiston jamoasi darajasini yanada oshirdi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, Arnold Classic amateur bu oddiy turnir emas. Bu dunyoning eng kuchli havaskor sportchilari yig'iladigan va professional ligaga yo'l ochuvchi eng muhim musobaqalardan biridir. Va aynan shunday yuqori darajadagi raqobatda O'zbekiston sportchilarining bir nechta medal qo'lga kiritishi bu katta yutuq. Bu natijalar shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda bodybuilding sporti yangi bosqichga chiqmoqda. Endilikda o'zbekistonlik sportchilar xalqaro sahnada o'z o'rnini mustahkamlab bormoqda va yaqin kelajakda yana katta natijalar kutish mumkin. Xulosa qilib aytganda 2026-yilgi Arnold Classic esda qolarli bo'ldi. Bu yili biza yangi chempionni ko'rdik, Andrew Jacobs. Sahnada bo'lsa Nick Walker va Xadichopon o'rtasida juda katta raqobat bo'ldi. Boshqa kategoriyalarda ham juda yuqori darajadagi chiqishlar ko'rsatildi va bu yana bir marta Arnold Classic darajasini ko'rsatib berdi. Va albatta biz uchun eng muhimi o'zbekistonlik sportchilarning natijalari. Bu yil ular nafaqat qatnashib keldi borib, balki haqiqiy katta natijalar bilan qaytishdi. Bu esa shuni anglatadiki, O'zbekistonda bodybuilding yangi sohaga chiqyapti va ehtimol yaqin yillarda shunga o'xshash katta musobaqalarda bizning yana katta natijalarni ko'ramiz.
Agar sizlarga shu kabi sport tahlillari natijalari yoqsa, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Fikrlarni izohlarda yozib qoldiringlar. Bu biz uchun muhim. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videoda ko'rishguncha.